Assalomu alaykum obunachilarim. Yana siz bilan bugun ajoyib bir taom tayyorlaymiz. Bugungi taomimiz tovuq go'shti va kartoshkadan qovurdoq. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz tovuqimizni maydalab, kartoshkamizni artib tozalab olamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, tovuqimizni ortiqcha terilarini, narsalarini tozalab yuvib, mana bunday qilib bo'laklab oldik. Mana shu ko'rinishda. Endi bunga tuz, hamma xohishiga qarab, kimdir kamroq, kimdir sho'rroq yemoqchi bo'lsa ko'proq. Men hozir 2 qoshiqcha sepib oldim. Tuz, kashnich, fintuza tuzi, aralashma ziravorim va ozroq qizilcha. Hammasini sepdim. Endi buni aralashtirib olaman. Bu tayyor. Endi buni qizdirilgan yog'ga tashlaymiz. Kartoshkani ham xuddi mana shu ko'rinishda, to'rtga bo'lib, mana shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Bunga ham 1 qoshiqcha tuz. Faqatgina tuz sepamiz bunga. Aralashtiramizda. Buni o'zini adili tavada yog'da hamma yog'i qip-qizil bo'lguncha qizartirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Mana endi qizib turgan yog'da oldin go'shtimizni qovuramiz. Kartoshkamizni keyin qip-qizil qilib qovurib olamiz. Mana go'shtlarimizni birin-ketin qozonga solishni boshladik. Qip-qizil bo'lib, ustilari qarsildoq bo'lguncha qovurib olamiz. Oldin baland olovda qovuramiz. Go'shtimiz qizarishni boshlagandan keyin olovni salgina pasaytiramiz. Mana yog'ni go'shtimiz botadigan bo'lish kerak, qozondagi yog'imiz. Tavamizga to'g'ralgan kartoshkalarimizni oz-ozdan solib qovurib olamiz. Mana baland qildik, olovimizni baland qildik va og'zini qo'ydik, qatqog'ini. Shuni bir qaynab olguncha qatqoq qo'ytiramiz va keyin og'zini ochiq holda qaynatamiz. Hurmatli obunachilarim, go'shtimiz yanada sochni, qarsildoq va ta'mi shirin bo'lib pishishi uchun ozgincha mana qo'ydi dummasidan foydalanaman, solib yuboramiz qovurilgan tovuq go'shtimizga. Mana ustidan mana shunday holda 4 ta bo'lakni solib chiqamiz. Mazalari juda ham shirin bo'lib chiqadi. Hurmatli obunachilarim, mana kartoshkamiz rangi mana shunday bo'lguncha qizartirib olamiz. Mana уже tayyor bo'ldi, ko'tarib olamiz endi buni. Mana hurmatli obunachilarimiz, yog'imiz baland olovda qaynab, mana go'shtlarimiz qovurilyapti. Nimaga ko'pirib ketganini hayron bo'lmang. Qo'y yog'i solganligimiz uchun, olovimiz balandligi uchun mana shunday yog'imiz ko'pirib pishyapti. Endi olovni pasaytiramiz. Mana hurmatli obunachilarim, go'shtimiz pishishga tayyor bo'lib qoldi. Endi bunga qovurgan kartoshkamizni ustidan bir tekis qilib solamiz. Mana kartoshkamizni soldik, bir xil qilib ustini yopamiz. Mana endi buni ustidan 2 dona piyoz, 2 dona bolgarskiy, 1 ta pomidor va 3-4 dona chesnok. Mana shu ko'rinishda to'g'rab olganimizni eng ustidan solamiz. Bular ovqatimizni chiroyli qiladi, maza beradi. Eng ustidan solamiz. Mana shu ko'rinishda. Mana solib oldik. Endi mana shu turishda 15 minut qopqog'ini qo'yib qo'yamiz. Ovqatimiz tayyor. Mana obunachilarimiz 15 minut o'tdi, ovqatimiz tayyor. Endi buni ochib ko'ramiz. Mana
Ko'rib turibsiz, mana tayyor. Endi buni tarelkaga solib olamiz. Dumbachalarimiz mana ovqatimiz tayyor. Mana aka dumbachalari ham ezilib pishib, bolgarchalari bilan mana aka. Albatta tayyorlab ko'ring. Like va kommentariyalarni ayamang.